Assalomu alaykum hurmatli patchilarim. Qaranglar, menga qiziq savollar kelyapti. Hozir meni ko'p oilaviy insonlar kuzatyapti. Ba'zi oilaning farzandlari menga yozyapti. Aka, siz piyoda yurganingizdan beri onam menga velidi ham, mashinani ham hech narsani bermayapti. Bor piyoda chiq, hamma yoqqa piyoda chiq deyapti dedi. Menda nima? Просто siz ham sinash bo'lsa kerak-da. Endi onalarimiz ko'p onalar kuzatyapti. Bunaqa ichi qayg'urar ekanda do'stlar. Ana begona yurtlarda yuribman, faqat yosh katta insonlar, ayollar yozyapti. Omad deyapti. Hammalaring haqlaringga duo qilaman. Hech qachon esdan chiqmayapsizlar. Har kuni duodaman do'stlar, har kuni. Kuzatib turinglar, unaqa mendan to'n kelmaylar, lekin mashinani yo velosipedni bermasa, bor piyoda ket maktabga desa, magazinga piyoda chiqib ketsa, mendan to'n kelmaylar. Men Alloh degan niyat qilib ketyapman. Bu yo'ldan hamma narsa chiqishi faqat Allohdan. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Faqat biz harakat qilsak, hammasi bo'ladi. Davay do'stlar. 85-kun tugayapti do'stlar. Mana bu yerlar Turkiyada yer qimillab yiqilgan joylar ekan.